Mahallada bitta bo'ldi, o'zi ham yonib turibdi, qaranglar. Temir po'cha aloqaga chiqarasizlar, videoni temir ishlar bor, yaqinlarga yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Ish chiroyli qilib Esoramon yorug' yuz bilan o'rnatib olaylik biz. Darvozachimiz Toshkentga obyektimizga keldik. Toshkent Hasanboyda shu obyektimizga katta navis quramiz. Xudo xolasa beskraska holat olib kelganmiz. Gullarni shu joyda bitta detallari qo'yiladi. Buni zborka qilib 3 ta joyga katta stoykalari bilan shu mahallada bitta holatda chiroyli navis o'rnatib beramiz. Uyi ham prosta yorib yuborishgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar kuch-quvvat bersin, biz ishni boshladik, xudo xolasa. Yuklarimizni tushiramiz, keyingi obyektga darvozalarni tarqatamiz, bu yoqda zborkani boshlaymiz. Ruchnoy yasalgan hamma fermalarimizni shu joyga tushiramiz. Yopiq joyda turib tursa, xudo xolasa ko'chada zborkasini qilib joyiga qotirib yuboramiz. Har bitta profillari imkon qadar bo'yab, imkonini qilganlarimiz bo'yaganmiz, qolgani beskraska holatda olib kelingan. Bu joyda polностью kraskalaymiz. Fermamiz zborkasini qilib oldik. Qaranglar, uzunligini 12 metr eniga gazrogimiz. Har bitta stiklarni mana zamaska qilib chiqyapmiz. To'g'risi ideal holatda burchaklari ham force holatda qilingan. Bu joyga konkretni tushadi, hech qanaqa zazor bo'lib qolmaydi. Har bitta stiklarni mana suv shotkalab tozalab, zamaska qilib tashlaymiz. Pastdan yaxlit butunga o'xshab ko'rinadi. Akalar, biz kraska jarayonlarini boshlab oldik. Original avtomobilni Daybond 20TX. Bu yoqda avtomobilni GK KNJ kraskalarimiz, bu yoqda Xitoy haqiqiy laklardan foydalanamiz. Obyektdagi ishlarimiz davom etmoqda. 3 ta stoykamiz tayyor bo'lgan. Bu gatovoy oxirgi holatda bitgandan keyin laklaymiz. Bu yoqda ferma qismlarini 20TXlari mayda shakar qilib sepilgan, qalin qilib, qo'li zanglari tozalangan. Chiska qilgandan keyin общий mana fermamizni kraskasini sochishni boshladik. Navisimizni zborkasi bitgani sari bizni g'am bosyapti. Buni yuqorida simlar bor-da. Ko'tarish muammo emas, unaqa og'ir ves bo'lmaydi. Lekin Kranovchga aka hozir bitta ikkitalarga telefon qildim. Hozir Toshkentda ishlarimizni qilib berishga hozir kelib ko'rsinchi, yuqoriga olib bera olamiz deysa, biz polностью zborkasini, karkaslarni qilib olamiz. Qaranglar, yuqori qismi 30 santimetrlik katta ko'rinishda gullari polностью levis tillaranglar bilan bezatildi. Hali zborkasini qilmadik, просто Kranovchga kelib ko'rib olish kerak. Ochishga jarayonida. Bunaqa navis zborkalarda asosiy balyarkani to'shli kesishga bog'liq. Chunki zazorlar ochilib qolsa, har bitta stik svarka qilish qiyin bo'ladi. Qaranglar, har bitta burchagi quyib chiqilgan. Haligi berxvatga qilib qisman qilib qo'ymaymiz. To'liq svarka qilamiz, chunki bu keyinchalik katta qorlarga yarash kerak. Ko'rdinglarmi, balyarkada qanaqa kesilgan? Ideal holatda kesib qo'yilgan. Zazorlar to'shli qilgan. Svarshga ham qiynalmaydi. Aniqlikda ishlasa, darrov ish ham sifatli chiqadi. Karkaslarimiz bitib qoldi. Mana shu joyga bitta liniyani tashlasak, polностью stiklarni zamaska qilib bo'yaymiz, keyin yuqoriga ko'tarishni boshlaymiz. Toshkent Yunusobod Hasanboydagi obyektimizda ishlarimiz yakunlanib qoldi. Xudo xolasa zborkasini yakunlab, polni zamaskalarni tashqi ishlarini qilib bo'lganimizdan keyin pardozini beramiz. Kranimizga telefon qilib chaqirsak bo'ladi. 3 ta stoykani kran ko'tarib tursa, keyin joylab olmoqchimiz, chunki yuk katta, og'ir, yuqorida sim bor. Shuni hisobiga kran uni ustidan o'tkazadi, trosni pastga o'rta qismdan ko'tarishni rejalashtirganmiz. Uyi qaranglar, egalariga buyursin. Hammaga shunaqa go'zal xonadonlar qurish nasib qilsa, temir ishlarni o'zimiz bitirib beraveramiz. Bu yoqda maryarchik ustamiz mana burchak gullarimizni xush qolmasligi uchun tayyor qilib turibdilar. Qaranglar, o'zgacha dizaynda qilingan, individual mashina navis uchun yasalgan burchak gullarimizga kovulni stildagi qalin gullardan qo'yilgan levis gullari, levis tillarang bilan bezak berib chiqishadi. Poni karkaslarimiz 100% svarkashdan chiqdi. Leksanga qirmasligi uchun chaqlaydigan joylarni bir qator qarab chiqyapmiz. Dyson germetiklari bilan to'liq zazorlarni yopib chiqamiz. Bugun xursandchilik Farhodjonning tug'ilgan kuni. Chunki hozir Azam bizga shunaqa chiroyli bezdirada osh tamlab berdi. Kranimiz yetib keldi, xudo xolasa, biz tayyormiz, arjunli holatda turibmiz. Hozir navisimizni ko'tarib olamiz mana shu joyga. Xudo xolasa chiroyli, sog' salomatlikda o'rnatib olaylik. İşimiz ko'pchilik bilan hamjihatlikda, xudo xolasa chiroyli holatda bitirib olamiz. Navisda asosiy og'ir joydan tiklab oldik. Hozir stoykalarini urg'inga qo'yib turib, qotirib olsak, o'rtadagi stoykani oxirida qo'ysak ham bo'ladi. Ishini mutaxassis ekanlar. Sразу mana leksanimizni tushiramiz, ishni davom ettiramiz.
sohada mijozlarni rozi qilsa, shu ishda baraka bo'ladi deyshadi. Biz hozir Hasanboydagi Navesim uстановкасini yakuniy jarayonidamiz. Tepasiga leksalarni yopsa ishimiz tugaydi. Uy egalariga bitta priz holatda darvozaga shunaqa stopper qo'yib beryapmiz. Darvoza ochilganda mashina chiqquncha shamol-pomol yopib olmaslik uchun. 3 kunlik seriyozli mehnatdan keyin bizning ishimiz Toshkent Hasanboyda yakunlandi. Xudo xolasa bu ishimiz mahallada bitta bo'ldi, o'zi ham yonib turibdi, qaranglar. Stokalari 14x14 profil 3.5 stenada qo'yilgan, polnosti nakatlar bilan jihozlangan, pastki detallari ham polnosti qo'l mehnatida ideal holatda ishlab berilgan. Navesimiz eniga 12 metr, oldiga chiqishi 4.30, gullari общий vida. Haqiqatan mahallada bitta bo'ldi. Addelchiklarni o'ylagan holatda oyoqlarni orqa tomonda ochib joylab qo'yganmiz. Gullarga alohida ahamiyat berasizlar, o'zingizlar baho berib, ishlarimiz yoqsa, like bosib qo'yasizlar. Videoni naves qilmoqchi bo'lgan darvoza, naves, reshotka, barellar ishlari tushadigan tanishlarga bemalol yuborib qo'ysanglar bo'ladi. Uniki to'liq xizmat ko'rsatamiz. Ish ko'rib, prosta izohlanib fikringizni kommentda qoldirishingiz mumkin.